Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli qadrdonlar va qadri baland obunachilar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib qo'ying, chunki bugungi videomiz Onyx hamda Tracker va boshqa avtomobilni haydaydiganlar diqqatiga ancha foydali bo'ladi. Xo'p, mana bu ko'rsatib turilgan ekrandagi datchik, ya'ni mashinani benzini qanchaga yetishligini ko'rsatayotgan narsa, ya'ni mashinaning zapasi benzini 87 kilometrgacha yetadi deyapti, bilyapsizlar. Endi mana bu holat bo'lsa, sredniy расход 807 deyapti. Mana buni ezib turadigan bo'lsak, hozir zibros bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir demoqchi bo'lgan narsam shuki sizlarga akalar. Olamiz. O'sha ko'rsatib turgan qanchaga yetadi degan datchigimiz odatda mashinada benzin quyilmasa, ya'ni gaz uстановка qilinmasa, faqat benzinda yursa, o'shanda amal qiladi. O'shanda ham 100% ishlanib bo'lmaydi. Bu sredniysini aytadi. Endi mashinangizga gaz qo'ydingiz, mashinani o'ziga xos qilib gaz qo'yganingizdan keyin mashinani ko'rsatib turadigan ostatki benzini-yu, sredniy расходи-yu, qancha yeyishligi bular aldanib qoladi. Nega? Sababi bu yerda ko'rsatib turadigan datchik benzin bokning ichida turadigan bokning ichidagi datchigiga ulangan bo'ladi. Ya'ni datchik ulangan bo'ladi. O'sha narsa gazda ishlaganida, mashina gazda harakatlanganida u narsa ishlamaydi. Ishlamaganligini hisobidan ozgina chalg'ib qoladi-da, minib yurgan shoferda ozgina savollar tug'dirib qo'yishligi mumkin. Mashina agarda gaz qo'ygandan keyin расход ham o'shanday ko'rsatib turgan bo'lsa yoki undan baland yoki pastroq bo'lib turgan bo'lsa, unga aldanib qolmaysizlar, ya'ni ishonib qolmaysizlar. Sababi mashina gazga yurgan paytda 100% gazda harakatlanadi. Gazda расходini u yerdan ko'rsatib turmaydi. Gazda расходini qanday ko'rish mumkin degan savol tug'iladigan bo'lsa, gazda расходi faqatgina mashinalarga full holatida, bu degani hamma yo'g'ini original qo'yilgandagina balonda qo'yiladigan datchik gaz datchigiga ulanadi. Gaz datchigi kompyuterga orqali buyrug'iga ishlab, mana bunaqa datchigi orqali ko'rsatib turadigan bo'ladi. Mana shu datchik hozir shu turishda 60-70% ishlayapti. Mana bu hozir mashinamizda 20 taga, ya'ni 18 taga yaqin gazi bor. Shuning uchun ham bu yerda hozir 3 ta ko'rsatyapti. Mashinamiz 12 mashinasi. Bunga 65 litrlik balon qo'yganmiz. Mana bu 3-svetini hisobga olmaysizlar. Mashinada asosiy 2 ta datchik yonyapti deb hisoblaymiz. Chunki qizilga tushgandan keyin ham bular anchagina yuradi. 65 litrli balon bo'lsa ham, zapaskasi o'rniga balon bo'lsa ham, sababi poploviy orqali ishlaydigan bo'ladi. Endi videoda oxirigacha kuzatib tursanglar, mashinani katta ko'chaga olib chiqib, qanday harakatlanyapti gazda va benzinda qanday harakatlanyapti, sizlarga qo'limizdan kelgancha ko'rsatib berishlikka harakat qilamiz. O'tirani. Pauza qilib turing buni. Katta ko'chaga ham chiqib oldik. Mashinamiz hozir mana gazda turgan holat. Endi hozir gazni tekshiramiz. Qanday harakatlanadi? Mashina 1.3 litrlik turbinali bir dvigatel bilan jihozlangan. Turbina bo'lishiga qaramasdan gaz o'rnatadigan bo'lsa, 100% gazda harakatlanadi. Bismillah. Mashinani gazini yoqib olganmiz. 2 kishi chiqib, hozir sinashlikka harakat qilib yuribmiz. Salkam bunday qilishga 90 ga deyapmiz ekan. Yana ham tezlashlikka harakat qilaman. Mashina yaxshi harakatlanyapti. Sababi propan qo'yilgan, bo'lib ham o'ziga xos ravishda, motoriga mos ravishda blok upravleniya. Eslatib o'taman, kompyuterlarimiz Yevropa gaz firmasiga tegishli Evans blok upravleniya 32 ga 4 mnogofunksiyonalni, hatto mashinani OBD'lar bilan birga ulanadi. OBD'si bu mashinada qanaqadir xatolik bor bo'ladigan bo'lsa, biz qo'ygan kompyuter mashinani kompyuter bilan bog'lanib, bartaraf qilishligi kerak bo'lgan hamma muammolarni bartaraf qilib boradi. Mashinamiz gazda zo'r yurdi, endi benzinga olamiz. Bu yerdan rushni ham olsangiz bo'ladi. Benzinda harakatlanib ketayotganingizda, deylik mashina sovuq holatda yurgizganingizda, birinchi holatda benzinda yuradi. Reduktori qizib bo'lgandan keyin, ya'ni motori suv aylanib temperaturasi ko'tarilgandan keyin suv datchigi ishlagan holatda avtomatik benzinga o'zi, ya'ni benzindan gazga o'zi o'tadi. Endi benzinni sayamiz. Bismillah. Ko'rayotganlaringizda mashinada benzinni ham yaxshi tortyapti. Bu hozir mana 100 ga
konditsionerda 2 kishi o'tirgan holat. Mana endi gazga olib olamiz. Mashinada gazga olib o'tayotganingizda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Mana mashina gazga o'tdi. Hech qanday mashinada o'zgarish yo'q. Yaxshi bo'lsa-ki yaxshi bo'ladi. Bundan da yaxshiroq bo'lishligi uchun yoqilg'i motorga ko'proq kirishligi kerak. Bu degani mashina eng kami minimalkasi 6000 km masofa bosib o'tishligi kerak gazda. Nimaga? Sababi motorning ichiga yangi yoqilg'i turi kirgan. Suyuqlik degani bu benzinli degani emas. Benzindan yaxshiroq, faqatgina yanada foydaliroq bo'lishligi uchun mashina gazda ko'proq harakatlanishligi shart. O'shanda gilza porshillari, switchlari ham moslashib o'tirib oladi. Keyin siz benzinda harakatlanib, gazda harakatlanib ketayotganingizda deylik, gazingiz tugab qoldi, bir joydan gaz quyishingiz kerak. Deylik, masofangiz 5-6 kilometr benzinda yurishingiz kerak bo'lsa, onni almashib qoladi. Ya'ni gazingiz tugab benzinga o'tdingizmi, siz bezinlab qolasiz. Qandayki tezroq propan qo'yay deb. Sababi mashina propanga zo'r moslashib qolgandan keyin benzinda yurgisi kelmay qoladi. Bu aniq fakt akalar. Bu go'pirtirish emas, bu aniq fakt. Shuning uchun ham gazda propanni qo'ydiringlar, muammosiz maza qilib harakatlanasizlar. Bu degani metan qo'ydirmanglar degani emas. Xohlaganlarga metan ham qo'yib berilaveradi, muammosiz. Mashinamizga eng full holatida EMS blok upravleniyalari bilan sportivniy injektorlar YG 2000 barakoda, Nordic italyanskiy reduktor, qo'shimcha magnetik klapan, 65 litrlik silindrovniy ballonlari bilan eng full variantida 1 yil kafolati hamda 1 yil servis xizmati bilan Gazprom servisida qo'yilgan garantiya, xudo xolasa 12 ta viloyatda amal qiladigan garantiyalar bilan hozirgi kundagi summasi dollarga aytadigan bo'lsam 450 dollarga bo'ldi. So'mda bo'lsa o'zingizlar picha olaverasizlar. Hozir 1.295.000 so'mdan hisoblab. Agar montajda qiladigan bo'lsam, shu joyiga so'mda qancha bo'lishligini ham albatta belgilab qo'yaman. Xizmatlar bo'yicha nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishinglar mumkin bo'ladi. Gazprom servis sizlarga har doim eng yaxshisini ravo ko'radi. Kanalga obuna bo'lish va like bosish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Albatta hammasini o'qib javob berishlikka harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.